Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizlarni podpисчиклар, bizlarda kuzatib boruvchi aka uka opa singillar. Bizlarga mana shunaqangi bekasam chaponchalarimiz kelgan, paxtalik moshinka qavi, lekin sifatli yangicha materialchalar. Bunaqasi hali endi birinchi bizaga chiqqan. Razmerimni mana shuni ko'rsatilganmi? Mana shunaqa oddiy chaponga o'xshagan tikilgan, lekin materialchasi o'zgacha. Materialchasini qarang, qanaqa rasvetkachasidan kelgan. Bitta akamiz qizg'ishroq bo'ladi degandilar, mana qizg'ishroq rangidan. Mana bu rangchasi zo'r chiqqan. Bular mag'zi paxtalik, bularning ichi mag'zi paxtalik, astarlik moshinka qaviq, lekin sifatli tikilishlari ajoyib sifatli tikilgan. Zo'r turadigan variantcha. Marhamat, kimga kerak bo'lsa 4-5 xil rasvetkasidan kelgan, plus bularda kapishonlik, ichi junlik kapishonliklardan ham kelgan. Bularda ham har xil rasvetkachasi bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimiz opisaniyada. Telefon qilsalaring yo Telegramdan ham chiqsalaring bo'ladi.